tanishtirmadim. Anvarjon shu biz bilan birga 89-yillardan, 90-yillardan limonchilikni boshlashgan. Oldin uylariga o'zi aytib beradi, kichikroq issiqxona, limonxona qilishgan. Keyingisini nechinchi yil qildingiz o'rtoq? 1 gektarlik issiqxonangizni 2022 ekan. 2022-yili 1 gektar zamonaviy qilib issiqxona qilishgan. Agrovalakna ham bor. Bizda shu nima anaqa bo'lsa, lekin bularki bizga nisbatan zamonaviyroq. U yerda yana ham bir qiziq ish bo'lgan. Kursi bo'lar ekan bor. Yo'limizda ketyapti, ko'ramiz, bekorga chaqirmadi. Nima qiziq ish bo'lgan desiz, xuddi o'sha 23-yilgi qattiq anomal sovuqda bularda sistemasi, mana bu isitish sistemasi bo'lgan. Bu do'stim shunga ishonib qolgan. Menda endi 2 qavat yopib qo'ydim. Isitib oraman deb qolgan. O'zi aytib beradi, yog'ini isitish sistemasi muzlab ishdan chiqqan o'sha qattiq sovuqda. Bir kechada, bir kunda yoptirib yuborgansiz o'sha o'rtoq. Agrovalaknani olib kelib yoptirib yuborgan. 1 gektar joy 60 sotikida o'shanda. 60 sotik joyda hech qanday sovuq ta'sir qilmasdan qilgan endi. Tbilisining chekka joylaridan atrofdan yengil bir 20-25% sovuq ta'sir qilgan. Qolgan joyga sovuq ta'sir qilib chiqib ketgan. O'sha joyda yoptirganlar-da. Yoptirganlar. Chekkasidan, issiqxonaning chekkasidan baribir sovuq o'tgan. Umuman isitilmaganligi uchun. Endi hozir boshqa tipda yopilganini ham ko'rsataman degansiz. To'g'ri qilib. Biz Citrus fermer xo'jaligining ko'chatxonasi. Shu yerdan ko'chat chiqarib beradi akam. Shu o'sha 2023-yildagi qattiq sovuqda buni pechkasi ham bo'lmagan. Juda holati ayanchli bo'lganda tavakkal buni tepasiga, ko'chat tepasiga shunday chayshab qilib agrovalakni tashlab qo'yilavergan. O't ham yoqilmagan, hech narsa qilinmagan. O'sha Rossiyadagi gulxonalarga tashlagan singari shuni tashlab qo'yilgan. Bu suyab ham ko'tarib ham termos qilib ham o'tirilmagan. Shunday ustiga tashlab qo'yilgan. Birorta ko'chat sovuq urmay chiqib ketgan Zuhriddin. Yo'lda ko'chatxona ekanda. Bu ko'chatxonamiz. Ko'chatxonamiz o'sha klientlar o'sha buyurtma bergan mijozlar ko'chat olib chiqib ketishadi bu yerdan. Qanday usuli deyiladi bu? O'sha bo'yicha ham tushuncha bersangiz. O'sha sizga aytib o'tdim, 79-80-yillarda qurilishi boshlangan bo'lganligi uchun o'sha davrda eng zamonaviy usuli bo'lgan. Yarim xandaq, yarim yer usti usulida qurilgan Tbilisi issiqxona. Birdaniga limonxona qilib qurilgan bu. Ungacha to'liq xandaq usulida bo'lgan issiqxonalar. Ungacha. Eni 4 metr, yerni tagidagi qismi 3,5-4 metr bo'lgan. U usulda ham Quva tumanidagi issiqxonalar saqlanib qolgan. Buni balandligi qanday? Buni balandligi 80 sm yerni tagida, 2,5 metr yerni ustida, jami 3 metr balandligi yerdan. Tepadagi polietilen yopqich terlab bunga tushgan. Bu qo'yib yubormagan. Mana suv to'planib turibdi. Mana qarang buni. Shunday tesak oqadi. Qo'lni yuvasiz ham bo'ladi. Qarang, qo'lni yuvasiz bo'ladi. Shunday oqib ketadi-da, yana to'xtab o'zini-o'zi yamab oladi. Berkitib oladi. Bu berkitib oladi o'zi. Hammasi oqib tushgandan keyin. Hammasi oqib tushgandan keyin bekilib qoladi. Yana to'planaveradi. Bu ana daraxt yo'q joyiga olib kelishdi qarang. Mana misol uchun bu daraxt bor joyda deyilgan. Shunday ko'tarsiz bu yerga keladi daraxt yo'q joyga. Oqib keladi. Teshilib qolmaydi lekin tegincha. Yoki ko'tarib bu yoqdan tushirib yuborsangiz ham bo'ladi. Rustamjon bu hozir aytganimiz o'sha Citrus fermer xo'jaligini issiqxonasini boshqa nimasi? Boshqa ko'rinishdagi zamonaviyroq qurilgan, yopilgan issiqxona. Mana buni eni 17 metr. Eni 17 metr, balandligi buniki 4,5 metr. Uzuni demak 100 metr. 17 sotiklik bir butun issiqxona. Mana bu yerda xuddi uylarda shifti patolog deymizmi? Patologga o'xshatib yopganmiz. Va birinchi sinovni shu yerda o'tkazganmiz. 2023-yilda anomal sovuqdagi birinchi sinovimiz shu yerda o'tgan. Agrovalaknaniki. Mana shu agrovalaknalarni bir 4-marta yopyapmiz. Bu necha yil bo'ldi? 4 yil bo'ldi. 4-yil yopyapmiz. 4-qishdan olib chiqyapmiz. Uzog'i bilan necha yil ishlatdingiz? Endi 4 yil oldi, 4 yil ishlatdim. Ishlab chiqaruvchilardan so'radim buni. O'sha siz qiziqayotgan muddatini so'radim. Ishlatilishga yaroqlilik muddati 10 yil dedi. Agar quyoshning nuri to'g'ridan-to'g'ri tegmasa dedi, 10 yilgacha ishlataverasiz dedi. Bundan nima gap chiqyapti? Bundan shu iqtisodiy tomondan bizga bu yildan-yilga bu arzonga tushayotgani kelib chiqyapti. Agar o'sha paytdagi xarajatni 4 ga bo'lib olsak, oddiy polietilen yopqichdan ham arzonga to'g'ri kelib qoladi. Bu tomondan ham agrovalakna juda yaxshi narsa. Va buni kim ishlatgan bo'lsa, keyin buni ko'rganlar Rustamjon, biz ham qilsak bo'lar ekan, qatdan olsak bo'ladi degan menga murojaatlar tushib boshladi. Keyin men o'sha Toshkentdagi shu agrovalakna ishlab chiqaruvchilarni deyarli hammasi bilan uchrashdim. O'zimiz O'zbekistonda ham ishlab chiqarilar ekan. Ular bilan uchrashib, narx-navolarni, sifatini hamma yo'qda so'rab surishtirganimizdan keyin biz yana bitta Agroalam limonchi degan mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz bor. Bu yerda o'sha issiqxonaga kerakli bo'lgan barcha narsalar, agrovalaknalar, polietilenlar, har xil preparatlar sotiladi. Shu MChJ bilan
bularni ishlab chiqaruvchisi o'rtasida shartnoma tuzdik. Tuzib, iste'molchilarga arzon narxda yetkazib olib berishni yo'lga qo'ydik. Bundan tashqari, Teplisda hammaniki har xil o'lchamda-ku. Aholiniki birovniki bizga shu mana shunaqa yopiqishdan 10 metrga 50 metr tushadi, kimgadir 9 metrga 60 metr tushadi. Ularni o'sha bir butun o'lchamini olib kelib, bir butun yopqich tayyorlab tikib berishni yo'lga qo'ydik. Kimga qanaqa razmerda shu chayshab kerak bo'lsa, tikilgan mana. Bu qo'yib yormaydi. Mana 4 yil burun tikilgan. Ipi ham chirimaydigan ip qilingan. Tikib endi bo'lmasa Dilshodga sizni telefon raqamlaringizni ham qoldiramiz foydalanuvchilarimizga. Mana bu tagida Dilshod degan telefon raqamlari turibdi. Bemalol sizga chiqib savollar bilan murojaat qilsa va keyin o'sha o'zingiz maslahatlaringiz bilan ulashasiz. Bo'ldi. Keyin yana bitta savol, mana ifoda bo'yicha siz shu yerda ishlayotgansiz. Shu tashkilot bo'yicha bir qisqacha ma'lumot berib ketay. Ifoda agrokimyo himoya qo'shma korxonasi. Bu qo'shma korxonani faoliyat yuritish boshlagani 2003-yildan faoliyat yuritib keladi va bu korxonada boshlanishida chetdan olib kelib iste'molchilarga kerakli mahsulotlar sotilgan bo'lsa, hozirgi kunda 100% 3 ta zavodimiz bor respublikaning ichida, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Nimalar sotasiz degan savolga javob, shu o'simlik dunyosi uchun o'g'it kerakmi, gerbisid kerakmi yoki bo'lmasa zararkunandalarga qarshi kurashuvchi vositalar kerakmi, kasalliklarga qarshi kurashuvchi, ularni oldini oluvchi profilaktik narsalar, hammasi bir necha xil ko'rinishlarda, bir necha xil holatlarda ishlab chiqarilgan. Misol uchun paxtaga tushadigan kasallik limonga tushmaydi yoki bo'lmasa limonga tushadigan kasallik bug'doyga tushmaydi. Bog', sabzavot, barcha ekin turlari bo'yicha mahsulotlarimiz bor. Men shu kompaniyada 10 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman. Bog'dorchilik sabzavotchilik bo'limini boshlig'iman o'zim va aynan limon yetishtiruvchilar uchun alohida gruppamiz ham bor. Bizni Ifoda kompaniyasida call center degan nimamiz bor. O'sha yerga telefon qilinsa, murojaat qilinsa, call center bog'laydi. Endi bitta savol bermoqchiman. Bu tekis qilib yopilgan bilan gumbaz qilib yopilganda farqi nima? Qaysi afzalligi yoki shu minus taraflarini aytasiz? Asli gumbaz qilib yopilganda limon uchun yaxshi sharoit dunyoga keladi. Bu juda qochgan bo'ladi limondan. Qancha uzoqda joylashsa agrovolakna. Mana tegib turibdi. Mana tegib turibdi. Ko'rsangiz, tegib turgan bo'lsa ham mana eng yosh novdalar sovuq urmagan. Lekin bu qiyshayib qolgan. Biz majbur bo'lganmiz shu tegib turgan nimalarni o'nda qilib pastga egishga majbur bo'lganmiz yopishda. Nimaga patolog qilib yopildi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu yerda boshqa iloji yo'q. Bu yerda gumbaz qilib yopishni iloji yo'q. Shu qurilishida shu narsa ko'zda tutilmagan. Shuning uchun. Lekin gumbaz qilib yopsangiz maqsadga muvofiq. Unda juda maqsadga muvofiq va o'zidan oldingi ichidan yopilgan yopqich bor-ku, kvalitetli yopqich. Shundan iloji boricha qancha uzoqda tursa shuncha yaxshi. Termosidan. Aytmoqchisizki, siz hozir salafan polietilen paketda bir sloy usti yopilgan. Undan keyin yana bir qavat. Undan keyin bir qavat termos usulida yopilgan. Yana salafan yopilgan. Undan qochirib turib qancha qochirilgansiz? 40 sm. 60 sm qochirilgan. 60 sm qochirib keyin agrovolakni yopsa, eng zo'r maqsadga muvofiq. Bu sovuqqa ham qo'rqmasdan olib chiqsa bo'ladi. Hozir sizni boshqa nimalar bilan bog'layman men, foydalanuvchilar bilan. Umuman pechga yoqmasdan shuni o'zida olib chiqayotganlar bor. Bu endi limondan tashqari yana qaysi masalan sabzavot teplitsalarda bir ishlatilayotgan masalalarga ko'rganmisiz o'zi tajribangizda? Shuni ko'rib, keyin limonga tatbiq qilganman. Rahmat.